sentner, 100 sentner olamiz degan niyatdamiz. 100 sentner. Ha, juda to'g'ri eshitdingiz. 100 sentnergacha bemalol hosil olib kelishyapti. Bu tajribadan ham o'tdi. Bugungi kunda fermerlarimizda uchraydigan eng katta muammolardan biri bu 1 yil mehnat qilib bug'doy hosillarimizni 50-60 sentnerdan yuqori ola olmasligimizdir. Bizda keling bunga ajoyib yechimimiz bor. Ushbu mahsulotimiz Chlorella deb nomlanadi. Tarkibida aminokislotalar, kaliy, fosfor, sink, vitamin A, B, C, E va bundan tashqari juda ham ko'p vitaminlarga boy mahsulot bo'lib, tabiiy dengiz o'tlaridan tayyorlanadi. Ushbu mahsulotlarimiz Germaniya texnologiyalari asosida O'zbekistonda ishlab chiqarilib kelyapti. Aynan Agroishonch tomonidan. Ushbu mahsulotimizni qo'llanishiga keladigan bo'lsak, birinchi parvarishni urug'larimizdan boshlashimiz kerak. Ya'ni konsentrantimizni suvga aralashtirilgan holatda bug'doy o'sha donlarimizni ustidan namlatib, ana undan keyin biz eksak dalamizga nima qilib beradi? Birinchi navbatda hosilimizni bexato chiqishiga yordam beradi. Ikkinchisi suvsizlikka chidamliligini oshirib beradi, eng muhimlaridan biri. Bundan tashqari tomirlarini qalin qilib chiqarib beradi. Har xil stresslarga, kasalliklarga chalinishni oldini oladida va juda ham yaxshi himoya qilib beradi. Buni evaziga biz o'sha aytganimizdek 60 sentner emas, 100 sentnerlab hosil olishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu O'zbekistonda sinab chiqarib bo'lindi. Ushbu mahsulotimizga Qishloq xo'jalik ilmiy tadqiqot institutidan muvofiqlik sertifikatlarigacha olinib bo'lgan. Haqiqatan ham bu organik mahsulot hisoblanadi. Ushbu mahsulotimiz narxi va ishlatilishi, qo'llanilishi to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, bizda ko'rsatilgan raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Mahsulotlarimizni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari ham bor. Agroishonch sizning eng ishonchli tanlovingizdan biri. Oxirida hamisha o'zimizning gapimiz bitta bunday yamaymiz.